Assalamu alaykum hörmətli televizor görgüçülər. Görüyatqanlar Uyğur Radio Televiziyasının Kəşf Xəbərlər proqramısı. Bugünkü proqramımızda dünyanın hər qaysı yerlərində yüz bergen Uyğurlarga dair bir qism xəbərlər və dünya xəbərlərini huzurunuzga sunumuz. Mən Jaloliddin Qarxan. Danlıq yazğıcı Jaloliddin Behram vafat boldu. 2019-yılı 5-ci ayının 16-cı günü danlıq yazğıcımız Jaloliddin Behram Şərq Türkistanның Ürümçi şəhərində 77 yaşında vafat boldu. Uyğur ədəbiyyatımızdakı mol usulluq yazğıcılarımızın biri Mahir rəssam Jaloliddin Behram 1942-yılı 8-ci ayının 16-cı günü Şərq Türkistanның G'ulji şəhərində bir tükçü ailəsində dünyaya gəlgan. Onun adısı Behram əpəndi usta hünərvən bulubla qalmay, bəlkə ili naqşılarını haqdadığa yetkizib aytadigan xalq naqşçısı, yazğıcı həm rəssam idi. O mərifətpərvər adam bulub, xushfe'llik və çaqçaqçılıq bilan alayda közgə taşınıb turatdı. O zerek həm tetik çoğ buluvatqan oğluğa xalq çöçekləri və dastallarını çoğqur yesiyat bilan sözləb beretdi. Şundaqla onunğa hər xil rəsimlərini göstərib, rəssamlıqның sihri küçünü tərifləydi. Şuna Jaloliddin Behram, mening yumran qalbimga adabiyot san'at urug'larini chechib, rassamlik va adabiyot bixlarini yetishtirgan otamni har doim mamnuniyat bilan eslayman, deydi. Jaloliddin Behram 1950-yildan 1954-yilgacha G'ulji shahridagi Ro'shan boshlang'ich maktabida 1954-yildan 1957-yilgacha Ili o'tir maktabida o'qigan va maktabning rasm, adabiyot kurjuklariga qatnashib, maktab tashviqot taxtalarida tunji qitim balliq hissiyoti bilan yozgan she'rlarini e'lon qilgan. 1957-yili Urumchiga o'qishga kelib, 1958-yilgacha Millatlar institutining rasm sinfida o'qigan. 1958-yili San'at instituti qurilgandan keyin 1958-yildan 1961-yilgacha San'at institutining rasm kasbi sinfida o'qigan. Jaloliddin Behram xizmatga qatnashgandan keyin 1961-yildan 1976-yilgacha Xotan noyisining Sayshanba bozori o'tir maktabida o'qituvchi bo'lib ishlagan. 1976-yildan 1981-yilgacha Xotan noyilik madaniyat yurtida xizmat qilgan. 1981-yildan boshlab Xalq nashriyotining Go'zal san'at bo'limida mudir muharrirlik xizmatini o'tagan. Jaloliddin Behramning adabiy ijodiyot faoliyati 1963-yildan boshlangan. U dastlabda kichik tipdagi sahna asarlarini yozgan, lekin 1966-yili madaniyat inqilobi boshlanishi bilanla uning umr xotiralari qatorliq povestlari hamda saqlab kelgan e'tiborli kitoblari bo'lib ketilib, Noyining Gulbaq rastisida ko'ydirilgan. Madaniyat inqilobi deb atalgan ofatlik yillarning bo'ronlarida ushshuk tekkan va qo'shko'llarda ishlashga surgun qilingan. Kandidat oliy muharrir az sonliq millat yozuvchilari ilmiy jamiyatining a'zosi Jaloliddin Behram Uyg'ur yozuvchilar ichida eng ko'p roman yozgan va Uyg'ur romanchiligining taraqqiyotiga zo'r to'kib qo'shgan yozuvchilarning biri. Jaloliddin Behram adabiy ijodiyot bilan shug'ullanib, hozirgacha 10 parcha hikoya, povestlar to'plami, 14 parcha roman, 16 televiziya filmi, jami 29 kitob, 16 televiziya ssenariysi yozgan. Bulardan boshqa u yana qadimki Uyg'ur ovchilari Molla Musa Sayrami, Farabi qatorliq necha 10 parcha nodir rasmlarni chizgan. Uyg'urcha, qozoqcha, qirg'izcha, mo'ng'ulcha, shibacha 500 parchadan ortiq kitobning muqovasini laylagan va minglagan qisturma surat, ko'nchak naqshlarni ishlagan. Uning Manas dastonining muqovasi qatorliq bir qancha rasm asri mukofotlarga erishgan. Ona Mehri nomli hikoyasi 11-navbatlik Xon-Tangri adabiyot mukofotiga erishgan. Bir qancha parcha asri o'rta boshlang'ich maktab o'quvchilarining til adabiyot darslariga kirgizilgan. Prozning hikoya, povest, roman turlarida to'xtamay qalam tavratgan. Bu Harmas Tulparning Qamg'oq, Qabri beshidagi tush, Donur Tag'a, Qochqun qatorliq nodir povestlarini Mehrgiya, Liyg'an buloq, Notvollar, Ko'mirchi bola, Taklimkon o'g'li, Hayot qismati, Aqlli qiz, Ko'ni qopqon, Omad va ofat, Almas artishi qatorliq romanlarni varaqlaganimizda yozuvchining hikoya qurashtirish, obraz yaratish,
til shiltish jihatlarda yuqori badiiy saviya yaratganligini ko'rib olaymiz. Bulubmu yozg'uchining Uyg'ur prozchiligimizda hozirgachilik 3 tomdan eshib ketgan romanlarning tunjisi hisoblanadigan 6 tomliq Liyg'an buloq romandagi hikmat, Kamil, Gulzubalarning madaniyat inqilobidan iborat ashu qizil terrorlik hukm surgan yillarda beshiga kelgan fojialar yurak tog'larimizni chekib, ko'zlarimizdan ixtiyorsiz yosh oqqizadi. Ana shu madaniyat qirg'inchiligi hozir Sharqiy Turkiston xalqining beshida qayta takrorlanayotgan mushundaq bir vaqtda Jaloliddin Bahramdek pishqadam bir yozuvchining oramizdan ketib qolishi biz uchun og'ir musibatdir. Norvegiyada Xitoyga qarshi keng ko'lamli namoyish ilib berildi. ...2019 yılı 15 may, 17 may günleri Norvegiyaning Oslo, Stavanger şehirlerinde Xitoy Xalq Qurultayıning raisi Li Jianshu boshchiligidagi bir vakillar o'migining Norvegiya ziyaratiga qarshi Norvegiyada yashayotgan Uyg'urlar Sharqiy Turkistonda Xitoyning jazo lagerlarida zulm chekayotgan millionlagan qarindoshlarimizning ovozini anglatish uchun keng ko'lamli namoyish ilib bordi. 15 may Xitoy vakillar o'migi Osloda parlamentda suhbatda bo'lgan mezgilda Norvegiyaning har qaysi shaharlardan kelgan Uyg'ur jamoati, xalqaro kechirim tashkiloti a'zolari va Tibetlardan tarkib topgan 300 kishilik Xitoyga qarshi namoyishchilar qo'shini Xitoy vakillar o'migini tamtiratgan bo'lib, mazkur o'mak yig'in zalining darisidan namoyishchilarga ko'kda to'xtamasdan lapildayotgan oy yulduzliq bayroqlarimizga qarab o'ltirgan. Xitoyning rezil hokimiyatiga qarshi tovlangan jarayonlik shuarlar parlamentning ichiga aniq anglanib turgan. Bu ko'rinishlar Norvegiya matbuotlari va Skandinaviya davlatlarining matbuotlaridan alohida o'rin olgan. Ziyoratimizni qabul qilgan Norvegiyadagi har qaysi tashkilotlarning vakillari bu qitimqi namoyishning ahamiyati haqida to'xtalib, ayrim mundoq dedi. Assalomu alaykum, butun dunyodagi shundaqla ekran oldidagi barliq aziz qarindoshlar, hammanglarning ulug' Ramazon oyi muborak bo'lsin. Hozir Norvegiyaning Oslo shahri parlament sarayining oldida Xitoy ziyorat o'migi Li Jianshu boshchiligidagi Xitoy ziyorat o'migini kutib olish faoliyati qilyotdi Xitoylar. Biz uningga qarshi Xitoyniki bu ziyoratini vayron qilish uchun xalqaro kechirim tashkiloti, Tibet tashkiloti, Norvegiya Uyg'ur komiteti shundaqla bizni qo'llaydigan boshqa yerli xalqlar bilan hozir namoyish qilib turibmiz. Xitoylar bir oy burun bu o'rinni egallab olgan bo'lib, biz qayta qarshilik bildirish orqali Xitoylarga yaqin keldik. Hozir Xitoylar o'zining bayroqlari bilan Tibet Uyg'ur bayroqlarini shundaqla Amnesty'niki bayroqlarini to'sishga urinyapti. Biz bütün ovozimiz bilan o'zimizniki yangroq ovozlar bilan o'zimizning ovozini butun do'stlar osmoniga yangrayapmiz. Xitoyniki keladiganiga balkim 10 minut atrofida qoldi. Jamoatniki qizg'inligi nihoyatda yuqori. Bugun namoyish kelgan Oslo atrofidagi shundaqla Oslodagi qarindoshlar nihoyatda ko'p bo'lib, hammasi shu o'ringa to'plashib qolganligi uchun ancha jiq ko'rinmayotgan bo'lishi mumkin. Lekin bizniki umidimiz Xitoyning bu qitimqi ziyoratini mayli Oslo, mayli Stavangerda bo'lsin, butunlay vayron qilishga tirishimiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum, butun Sharqiy Turkistondagi barliq qarindoshlar. Bugun Osloniki poytaxt Norvegiyaning poytaxti bo'lgan Osloda bir qitimliq Xitoy qarshi namoyishini boshladik. Buningga Uyg'urlar, Tibetlar va Amnesty Internationalning butun qarindoshlar qatnashdi. Qarshi tarafda bo'lsa Xitoyningki bayroqini ko'ryapsizlar. Bugungi namoyishningki menga shaxsan sal alayda o'g'ini Xitoyningki bayrog'ini putimningki ostiga elish orqali Xitoyning oyoq osti qilgan bayrog'ini, o'zimizning bayrog'ini yuqorida ko'tarib turib Xitoy qarshiligini bildirish. Bu namoyishga Norvegiya yashash uyushmasidan hamma asosan qatnashib bu qarshiligimizni bildiryapmiz. Hammalarga rahmat. Assalomu alaykum, muhojiratdagi barliq Uyg'urlar, Norvegiyadagi barliq Uyg'ur qarindoshlar, hammanglar xush keldinglar. Bugungi namoyishga Norvegiyada Iroq yaqinidan kelgan barliq namoyishchi xalqimizga rahmat. Kelanmaganlarga rahmat. Bugun Norvegiyaga fashist Xitoydan Li Jianshu degan hayvon cho'chqa
kepti. Şu münasebet bilen bütün barlık Uygur qarindaşlar her qaysi teşkilatlarının yetekçiligide bugün namoyish qildik. Bu namoyishimiz nayt dağıtılık, nayt yaxshi bo'ldi. Bugünkü namoyishga Tibet'le Norvegiya teşkilatları ve Uygur teşkilatları olup köplagan teşkilatlar qatnaşdık. Nayt unumlik yaxshi bir namoyish bo'ldi deb qarayman. Ko'pchilik rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barliq aziz qarindoshlar. Hozir ko'ryapsizlar. Bu yerda qattiq namoyish bo'lyapti. Bu tarafda bo'lsa, eng beshik tarafda bo'lsa Xitoylar o'zlarining bayroqlari bilan bizga qarshi daqudunbaqlari bilan biz qarshi namoyish qilyapti. Biz bu yoqda namoyish qilyapmiz. Bunun Xitoylarning buni ko'rish bo'ldiki, oldin ola necha oy burun tayyorlik qilib kelibdi. Shunda olsunmi biz shu Uyg'ur qarindoshlarimiz bilan, ya'ni Tibetlar bilan, ya'ni kishilik huquqdagi Norvegiyalar bilan birlashib bular qarshi, ya'ni Li Jianshuninki bu Norvegiyadagi ziyoratiga qarshi, uni qarshi olmaydiganligimizni o'zimizning ifodasini bildirish uchun bu yerda shular qarshi namoyish qilyapmiz qarindoshlar. İnşallah 17-yillar Stavanger şəhəri namoyish oldu. Şiyagimi barlıq qarindoshlarning, həmin qarindoshlarning bir kun vaqtini chiqarib, shiyadimi shu Li Jianshu degan Xitoyninki ziyoratiga qattiq bir zarba bersak, rahmat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Bugün biz Oslo'da Xitoyninki Li Jianshu yana boshchiligidagi vakillar o'migiga qarshi namoyish olib beryapmiz. Hammamizga ayonki, hozir Xitoyning iqtisodiy chekinish, Amerikaning savdo urushi natijasida tuvan qarab mangmoqda. Shunga Xitoy hozir dunyoning boshqa yerlaridan o'zga neft yoki iqtisodiy manba izlayotdi. Biz buningga hargiz yo'l qo'ymaymiz. Ham dunyo xalqining mush Xitoydan iborat bir diktator, terrorist, dunyodagi eng vahshiy bo'lgan insoniyatning dushmani bo'lgan kuchga biz bilan birlikda o'rta qarshi chiqishni umid qilamiz. Ham qarindoshlarning o'rnidan dast turib, mushu bizning sepimizga qo'shilishini umid qilaman. Rahmat. Shu kunki namoyish maydoniga yana Xitoy hukumatining chumoqchilarimi qo'llariga qizil bayroq daqudunbaqlarini ko'tarishib chiqishgan bo'lsa-mu, fidokor Uyg'urlarning jasur ro'yi oldida o'zlarini ancha namoyon qila olmagan. 17-may Stavanger shahrida yana Uyg'ur, Tibet, Turk va yerliklardan tashkil topgan 200 ga yaqin namoyishchilar qo'shini o'xshash maqsad va niyatda Xitoyga qarshi birlashma namoyish olib bordi. Bu qitimliq namoyish Norvegiya vaqti kech soat 6 dan 8 gacha 2 soat davomlashdi. Egilishimizcha, Li Jianshuning bu qitimliq ziyorati Norvegiyadagi yerliklar orasidami qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Wenju Norvegiya savdo uyushmasi nomidagi bir tashkilot bu qitimliq namoyish uchun o'rin iltimos qilib, bir haftadan keyin Li Jianshu boshchiligidagi vakillar o'migi Norvegiyaga ziyoratga kelganligi haqida Norvegiya hukumatini xabarlantirgan. Xalqaro ko'chirim tashkiloti, Norvegiya Uyg'ur komiteti va boshqa tashkilotlar tekshirish orqali bu uyushmaning Norvegiyada tizimga oldirilmagan, Xitoyning Wenju shahridagi bir uyushmasi ekanligi, mas'ul xodimning Norvegiyada restoran ochadiganligi aniqlandi. Mazkur restoranning Xitoy konsulxonasi bilan bog'lanishligi borligi haqidagi dalil isbotlar munosabatli o'rinlarga avatildi. Los Angeles'taki Uygurlar Yahudi Müslüman birleşme iftar faaliyetiga qatnashdi. ...2019 15 maykash Amerikadagi Yahudilar bilan musulmonlarning ittifoqligi va hamkorligini tub maqsad qilgan Yangi Zamin tashkiloti mazkur shahardagi bir Yahudi cherkovida Yahudi musulmon birlashma iftor faoliyati o'tkazdi. Faoliyatga 400 dan ortiq mehmon qatnashdi. Yahudi musulmon do'stligi va hamkorligini kuchaytirish va iyani to'plash asosiy maqsad qilingan bu faoliyatga Los Angeles'tagi Uyg'ur vakillaridan Amerika olam qatnashishini boshqarish idorasining oliy darajalik injeneri Erkin Sidiq apandim va doktor Nurnisa Qurbon xonim qatorliq 4 kishi qatnashdi. Faoliyat jarayonida vakillarimiz mazkur faoliyatni uyushtirgan Yahudi dunyoni kuzatish tashkilotining rahbarlari, Arkadiya shahar boshlig'i, bir qancha nupuzli Yahudilar va Los Angeles'dagi musulmon tashkilotlarining rahbarlari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning vaziyatini anglatdi.
Faoliyatga qatnaşqan Yahudi musulmon vakillari buningdan keyin Uyg'urlarning o'z ahvolini anglatishi uchun faoliyat maydoni hozirlab berilganligi haqida ayrim ifodalarini bildirishdi. Yahudi Dünya Tashkiloti dunyodagi irqiy qirg'inchilik va zo'r ko'lamli zulmlarga xotim berish maqsadida qurilgan tashkilot bo'lib, mazkur tashkilotning rahbari Uyg'urlarning masalasi haqida yana ayrim ko'rishmada bo'lganligini ta'kidlab, Amerika hukumati o'tirg'a chiqargan Uyg'urlar haqidagi ishki qonun loyihasiga imzo to'plash masalasida qo'ldan kelishicha yordam qilganligini aytdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi Erdoğan, Rusya Prezidenti Putin bilan ko'rishdi. Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan ko'rishdi. Ko'rishishda ikki davlat munosabatlaridan boshqa Idlibdagi yaqinqi taraqqiyot tilga olindi. Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilan telefonda ko'rishdi. Erdoğan bilan Putinning ko'rishiga oid tafsilotlar Türkiye Cumhurbaşkanı Reisi aloqa ishxonasi mudiri Professor Doktor Fahrettin Altunning Twitter hisobidan bilindi. İki davlat munosabatidan boshqa yaqinda Idlibda yuz berayotgan voqealar tilga olingan bu ko'rishishda Erdoğan Suriye Davlat Armiyasi kuchlarining oxirgi 2 haftada Idlib jiddiyligini pasaytish, bölgisiga maqsadlik ilib berayotgan urush to'xtatish kelishimlariga xiloflik qilish qilmishlarining andisha qo'zg'ayotganligi, fuqarolarning yangi qurilgan maktab va doktorxona aslalarining nishon qilinib vayron qilinishining terrorizmga qarshi harakat bilan izohli bo'lmaydiganligini bildirdi. Suriye Davlat Armiyasi nishonining Idlibda Turkiya-Rossiya hamkorligiga buzg'unchilik qilish, to'sqinlik qilish, Astana kelishimining ro'yini sundirish bo'layotganligini ko'rsatib bergan Erdo'g'anning Idlibda jiddiylikni kuchayishi, asosiy qonun komitetining qurilishi va siyosiy vaziyatning buzilish xatarining ehtimolligini tilga elishi diqqat qo'zg'adi. Har ikki liderning Sochi kelishimiga sodiq bo'lganligini ifodalagan bu ko'rishishda Erdo'g'an bugunga qadar Sochi ultimatumining yo'lga qo'yilishida belgilik natijaga erishganligini, buning aksicha yuz bergan hujum voqealarining o'rtaq nishonga ziyon keltirganligini tilga oldi. Xitoy savdo urushida qaytarma hujumga o'tdi. 13 may Xitoy Tamojna idorasi Amerikaning tamojna bejini o'stirishga qarshi yangi qaror e'lon qildi. Qarorda Amerikadan kirgiziladigan bir qism mallardan tamojna bejini o'stirish bekitilgan bo'lib, Amerika 9 may Xitoyning 200 milliard dollar qiymatidagi mallardan ilinadigan tamojna bejini 10% dan 25% ga o'stirishiga qarshi chiqarilganligini bildirdi. Xitoy 1-iyundan boshlab Amerikaning 60 milliard dollar qiymatidagi mallardan ilinadigan tamojna bejini ayrim holda 5%, 10%, 25% ga o'stirganligini e'lon qildi. Amerika Xitoy savdo urushi texmo keskinlashishga boshladi. 13 may Trump Twitter hisobida Xitoyning uzun yillardan buyon Amerikadan foyda olib kelganligini ogohlantirib, Xitoy o'ch olmasligi kerak. Agar o'ch olsa texmo chatoq bo'ldi degan. Prezident Trump 13 may Twitterga yo'llagan uchurda yana "Men Xi Jinping va Xitoydagi boshqa do'stlarga nayiti ochiq qilib, agar sizlar kelishim hosil qilmasanglar, Xitoy chatoq ahvolga qoladi. Chunki shirkatlar boshqa davlatga o'tkazishga majbur bo'ladi. Xitoydan bir nima setib olish texmi tezki to'xtaydi. Sizlar nayiti yaxshi bir kelishimga kelib qolgan, biroq sizlar yenib oldinglar" degan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Xitoy burun kelishgan nurg'un va'dalardan yenib olib, suhbatni boshdan boshlashni talab qilgan. Lekin prezident Trump Xitoyning taklifini rad qilgan. Xitoy hukumati kelishim asnosida moddalarda o'zgarish bo'lish yenib olganlik bo'lmaydi. Bu normal ahvol deb o'zini yo'lliq ko'rsatishga urindi va o'zining kelishib bo'lgan kelishimidan yenib olganligini inkor qilmadi. New York vaqt gazeti xabarida Xitoy hukumat amaldorlarining ularga oshkorlashicha, bu kelishimning dastlabki nusxasini Xi Jinpingning ko'rib chiqqandan keyin o'zgartirish kirgizganligini bildirgan. Uningdan boshqa Xitoyning Nanhua atdiganlik gazetida Xi Jinpingning barliq oqibatga o'zim ega deganligini xabar qildi. Savdo urushi ta'sirida kelib chiqadigan ahvollarga qarata Xitoydagi analizchilar Xitoyning pul qiymatini o'zgartirish, ishlab chiqarish zanjirini yo'tkash, ichki ishlab chiqarishni oshirish, Eron va Shimoliy Koreyani daydaga silish usullarini qo'llanmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, savdo urushi keltirib chiqargan iqtisodiy chekinishni hal qila olmaydiganligini faraz qilmoqda.
Xitoyning 2018 yildagi tamojna statistikasiga asoslanganda Amerikaga eksport qilgan savdo summasi umumiy savdoning 19,2% ni tashkil topgan. O'tgan yildan e'tiboran Xitoy Amerika tijorat urushi sababli paychak bozorida davolg'ish ko'rilgan bo'lib, mablag' solg'uvchilarga qarata foydasiz hollarga sabab bo'lgan. Bu ikki davlat bilan munosabatlik bo'lgan boshqa davlatlarning savdosiga bu tijorat urushi belgilik ta'sir ko'rsatmoqda. Hürmetlik televizor ko'rgüchilar, bu qitimli xabarlarimiz müşahede axırlaşdı. Ko'ngil qo'yib ko'rganlarga rahmat. Kelar qitimli xabarlarimizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh.